Assalomu alaykum hurmatli mijozlar. Cherry Limonadning avtosalonida katta yangiliklar bo'lyapti. Birma-bir hammasini ko'rsatib o'taman sizlarga. Akajon, birinchi mashinamiz Cherry Tiggo 2 Pro bo'ladi. 2 Pro tan narxi 215 million so'm. Skidka bilan sizga 174 million 900 ming so'mga tushadi aka. Motorlarimiz birlik turbina motor hisoblanadi. Kuchli 102 ot kuchi bo'ladi. Keyin klimat kontrolga отдельный motor qilingan. Bu sizga yozgi kuni konditsionerda oxirigacha qilib yursangiz ham hech qanaqa rasxodiga ham, keyin motorga ham nagruzka bermaydi aka. Keling aka, ishlariga bemalol ko'rib chiqaveramiz aka. Oldin yopib oling. Marhamat, keng salon, polniy koja bo'ladi. Old sidinyalarda abagrev sidina, rul labovoygacha qizib beradi. Kuzovimiz atsinkoviy kuzov hisoblanadi. Bundan keyin balonlarimiz 17 razmerda, to'rtalasi ham oporniy hisoblanadi. Keng salon deganim orqalari ham anchagina keng bo'ladi. O'tirganda ham juda qulay. Orqa sidinyalar ham koja bo'ladi. Bagajimiz 420 litrlik bagaj sig'imiga ega. Bagajini ham bitta ko'rsatib o'tsangiz bo'ladi. Bagaji ham juda katta. Ochilishlari knopkada, orqada zadniy kamera, hamma narsasi bor mashinamiz. Juda yaxshi, hamyonbop. Ikkinchi mashinamiz Arizo 6, 3 xil pozitsiyada bo'ladi. Bu birinchi pozitsiyamiz. Eng minimum narxdagi pozitsiyamiz, narximiz 239 million 900 ming so'm. Skidkada 25 million foyda bilan xarid qilsangiz bo'ladi bu narxga. 1.5 lik atmosferniy motorda bo'ladi mashinamiz. LED faralar fonli yangicha dizayn ko'rinayotgan bo'lsa, oblisovkalari ham juda zo'r chiqqan. 16 lik diskalarda bo'ladi. Buni ham ichlarini bitta ko'rsatib o'tsangiz bo'ladi. Mashinamiz polniy koja salonda. 2 xil rejimda yurib beradi. Bundan keyin muzda sirg'anmasligi uchun отдельный rejimlar qilingan aka. Old sidinalar qizdirib beradi bu mashinamizda ham aka. Orqalari ham anchagina keng, orqaga отдельный deflektorlar qilingan, ko'rsatib o'ting orqani ham. Juda chiroyli qilingan, orqa sidinalar ham keng, anchagina salon. Keyin bunda ham bagaj knopkada ochilib yopiladi. Bagajimiz 482 litr, juda ham katta. Nima xarid qilasizmi, nimadir solasizmi, bemalol joy bo'ladi shu yerga. Mashinamiz juda budjetli, ham taksi qilishgami nima bo'lsa hamma taraflama qulay. Juda ham zo'r mashina. 1.5 lik atmosferniy motorda bo'ladi. Motorimiz 4 silindrli bo'ladi, anchagina kuchli motor. 113 ot kuchi bo'ladi bunda. Bunda ham xuddi shunday klimat kontrolga отдельный motor qo'yilgan, hech qanaqa nagruzka tushmaydi. Faralarimiz LED optika bo'ladi. 16 lik diska balonlarda bo'ladi. To'rtalasi ham oporniy diskda bo'ladi. Uchinchi mashinamiz bu endi Voly Comfortning ancha hamma narsasi bor mashinani. 1.5 lik turbina motorda. Turbina motor anchagina kuchli motor hisoblanadi. Ot kuchi ham 147 ta ot kuchi bo'ladi. Keling motorni ham bitta ko'rsatib o'tamiz. Motor kapotlarimiz ochilishi bu nima orqali, vakuum orqali bo'ladi akalar. Xo'sh, klimat kontrolga отдельный motor qilingan, 4 silindrda bo'ladi motorimiz. Faralarimiz LED yonadi. Oldida avtotormojeniya, hamma narsasi bor mashinani. Keling. 18 lik diska balonlarda bo'ladi, to'rtalasi ham oporniy bunda ham. Beskulchovoy do'st bor mashinada. Yonida pultda kelib yaqinlashsangiz, 3 metr yaqinlashsangiz, uje ochiladi zamon. Uzoqlashsangiz qulflanadi. Abagrev sidina, rul, labovoy hammasi qizib beradi. Elektroniy boshqaruvda bo'ladi sidinyalarimiz ham. Orqalari ham ancha, orqada ham deflektor, podstakanchik, hamma narsasi bor. Polniy koja salon bo'ladi. Zo'r mashina. Orqada ham abagrev sidinyalar bor aka. Yana bagajlarimiz knopkada ochiladi. Keling, bunisinikini ochamiz. Bu akkumulyator uzilgan menimcha. Bunisinikini och. Bu yerda yana bitta 7 Pro'miz bor. Bu 25 model Dore Styling hisoblanadi. Bu mashinamizni xarid qilgan mijozlarga sovg'alar ko'rib turibsiz. Mana shuncha sovg'a. Bundan tashqari yana parog, propan
ko'pgina narsalar qo'shib yuborsak bo'ladi. Narximiz 344 million 900 ming so'm. Bunda panorama, hamma narsa bor. Buni ham 40 million so'm chegirma evaziga xarid qilishingiz mumkin. Keling. 18lik diska balonlarda bo'ladi. Old sidinyalar elektronniy boshqaruvga ega. Ko'rib turganingizdek, mashina tayyor bo'lib turibdi, tonirovkalargacha qilingan. Shunda olib chiqib berib yuboramiz o'sha sovg'alari bilan xarid qilgan klientimizga. Bagajlarimiz knopkada ochiladi. 475 litrlik bagaj sig'imiga ega. Undan tashqari zapas balonlar ham o'zini radnoy diskasida bo'ladi, hech qanaqa dagatka emas. Yopilishimiz ham knopkada, detskiy rejimlar bor mashinada. Yosh bolani qo'li qolib ketsa ham oynalarda, lyukda detskiy rejim bo'ladi. Ozgina narsani his qilsa o'zi orqaga qaytadi. Yana bitta premium avtomobilimiz bu 7 kishilik crossover hisoblanadi. Tigos 8 gibrid mashinamiz. 1.5 lik turbina motorda ham elektrodvigatel ham bor bunda. LED faralar bo'ladi. Bunda ham xuddi shunday 360 kamera, mana bu logopedgacha yonib beradi sizga kechasi. 360 kamera, avtotormojeniya, oldida parktroniklar, hamma jihozga ega mashinamiz. 19 lik diska balonda bo'ladi. 19 lik balonlariga ham e'tibor bersangiz, Kumho balonda, zavodskoy baloni Kumho balonda keladi. Juda ham yumshoq yurishlari mashinani. Dizayn ham anchagina o'zgarish bo'lgan, dizaynda ham ko'rsatib o'ting. Podsvetkalar mashina 7 xil rejimda yurib beradi. Hamma narsasi bor mashinani. 360 kamera deysizmi, palosa ushlab berish deysizmi. Orqalarini ham bitta ko'rsatib o'ting. Полный обогрев сиденья bo'ladi. Orqada podlokotnik, podstakanchik, hamma narsasi bor. Akustikasi ham Sony bo'ladi. Bagajlarimiz juda keng. Orqada yana bitta sidina borligini hisobiga sidinani yotqizsangiz yukxona, tikka qilsangiz 2 kishi joy bo'ladi orqaga ham. Orqada ham parktronik, 360 kamera, hamma narsa bor. Bagaj ochilishi knopkada bo'ladi. Hozir bu yerda joy salgina torligi uchun o'zim qo'shib turdim. Mana bu yukxonamiz. Bu yerga hozir 2 kishi o'tirish uchun sidina qilingan. Buni yotqizsangiz yukxona bo'ladi, anchagina keng. Yopilishi ham knopkada bo'lyapti. Bagajini ham bitta ochib ko'rmasin, kapotini. Motori ham ayni ko'rib turganingizdek обшивка qilingan, polniy plasmas bilan chang-chung o'tirmaydi. Ochib ham ko'rsataman, mayli. Bu yerda 4 silindrli kuchli motor turibdi. GDI bo'ladi motorimiz. Elektrodvigatel ham qo'shimchasiga bor bunda. Mashinamiz gibridligini hisobiga juda ham tezlanishga kuchli bo'ladi bular. Расходi atli 5 litr расход. Yana bir mashinamiz to'liq benzinoviy mashina hisoblanadi. 8 Pro Premium hisoblanadi. Bu ikkinchi pozitsiyamiz. Biri, ikkisi, uchi ham bor buni. Ikkinchi pozitsiyamiz narxi 418 million, 417 million 900 hisoblanadi. Chegirmada 492 millionga xarid qilsangiz bo'ladi mashinani. Faralarimiz LED yonadi. Oldi logopedgacha yonib beradi. Avtotormojeniya, 360 kamera, old qismida ham parktroniklar bor aka. Keyin motorimiz 1.6 lik turbina motorda. Hozir motorni ham ko'rsatib o'taman. 1.6 lik turbina motorda bo'ladi. Mana 4 silindrli GDI motor bu ham. Xuddi shunday bunga ham klimat kontrolga отдельный motor qilingan. Nagruzka ham tushirmaydi o'zini motoriga, расходiga ham ta'sir qilmaydi. Keling, bitta ichlarni ham ko'rib o'taylik. Mashinada beskulchoy, dostуп, слепой zona, 360 kamera, hamma narsa bilan jihozlangan. Ko'ring. Korishniy salon, 3 kishiga ham sideniya, akustikasi ham полный Sony bo'ladi. Полный обогрев sideniya, rul labovoygacha qizdirib beradi. Mashinamiz 3 xil rejimda yurib beradi. Agar max bo'ladigan bo'lsa, max pozitsiyamiz sizga 6 xil rejimda yurib beradi. Orqa qismini ham ko'rishingiz mumkin. Orqa qismida ham Sony akustika,
abagrev sidena, podstakanchik, hamma narsasi bor. Orqada o'tirganda ham juda bemalol o'tirasiz. Bagajlarimiz juda ham keng bo'ladi. Xohlasangiz orqaga 2 kishi o'tirish imkoni ham bor. Yana bir mashinamiz Arius 8 gibrid. Bu ham gibrid bo'lganini hisobiga juda ham tejamkor mashina. 3.9 litr 100 kilometrga 3.9 litr rasxod qilib beradi. Mashinamiz juda ham aqlli, 1.5 lik turbina motorda. Faralarimiz LED, logopedgacha bunda ham yonib beradi. 360 kamera, old qismida parktroniklar, hamma narsasi bor. Keling, salonga o'tamiz. 18 lik diskalarda bo'ladi. Balonlari ham juda yumshoq. Mashinamiz narxi 364 million 900 ming so'm. Buni rassrochka ham qilib beramiz. Xuddi shu narxga, naqd pulga ham shu narx, rassrochkaga ham shu narxga tushadi. Hech qanaqa ustiga pul qo'shilmaydi. Mashinamizda slipoy zona, 360 kamera, hamma narsasi bor. Polni abagrev sideniya bo'ladi. Rul labovoygacha qizdirib beradi. Bokovoylar ham qizdirib beradi. Ikkita oldida abdur sovutish tizimi ham bor. Orqa qismiga kelsak, orqalari juda keng. Ko'rsatib o'tishingiz mumkin. Orqada deflektorlar, hamma narsasi bor mashinamizda. Bunda zaryadlash porti ham bor, benzinoviy bak ham bor bunda. Zaryadlash porti ham uyga qo'ysangiz ham bo'ladi, stansiyaga ham qo'ysangiz bo'ladi, ikkalasi ham отдельно hisoblanadi. Mashinamiz bagaji 455 litrlik hisoblanadi. Bagajimiz ham juda katta. Bagajda subwoofergacha qilingan. Juda ham zo'r obshivkalar ham qilingan. Mashinamiz общий hisobda 60% lik shumka qilingan bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, orqa dizaynlari ham juda ham chiroyli chiqqan. Orqada parktronik, 360 kamera, hamma narsasi bor mashinamizda. Hammangizni kutib qolamiz. Shaxsan oldimga kelsangiz, o'zim chiroyli qilib bonuslarni qilib beraman. Siz xursand bo'lib ketsangiz, biz ham xursand bo'lamiz.